Mana bu больница 5-etajdamiz. Yakun Sovetskiy, Dushanbeda. Mana bu esa men. Xo'p, bu yerda mana bu ko'rayotgan bo'lsalaring, odamlar o'zlarining bemorlarini ketgan holatda juda ham ko'pda. Xo'jandga bordik, keldik. Dushanbega Xo'jandni menimcha issiq bo'lgan deb o'ylayman. Juda ham issiq Xo'jand. Dushanbega kelib mazamiz qochib qoldi. Xullas, nima demoqchiman? Shu ishim bor ekan meni onlayn va shu passivniy dohodim bor ekanki, men shu больницада yotibmanda ishni o'ylamasdan. To есть qachonki siz birovni qo'lida ishlasangiz, faqat passivniy ishni o'ylaysizda va birovni fikri bilan yashashni o'ylaysiz. Birovni grafiki bilan yashaysiz. To есть 12 soat, 13 soat ishlaysiz, o'sha boshqa qiladigan ishingizga vaqtingiz qolmay qoladi-da. Energiya ham qolmay qoladi. Bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Demoqchimanki, hayotda har xil hodisalar bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi. O'shanga nima qilish kerak? Passivniy dohod qilish kerak-da. Kim shu gapimga qo'shilsa agar kommentariyaga plyus qoldirsin.